Hammaga salom do'stlar. Do'stlar, bugungi videorolikimizda sizlar bilan XNX brokerdan verifikatsiyadan o'tib olamiz. Do'stlar, verifikatsiyadan o'tish uchun mana shu brokerning havolasini video tagida hamda kommentariyada qoldiraman. Bemalol ro'yxatda o'tib olsangiz bo'ladi. Birinchi qatorga counter degan joyga O'zbekiston davlatini tanlab qoldirasiz. Mana O'zbekiston desangiz kelib chiqadi va ikkinchi qatorga o'zingizda doimiy foydalanadigan email pochtangizni hamda bu yerga parol yozishingiz kerak bo'ladi. Parol 8 tadan 15 talik bo'lishi kerak. Katta harf, mayda harf hamda turli xil belgilar qo'yasiz. Va continue degan tugmani bosib ro'yxatdan o'tib olamiz. Do'stlar, endi keyingi navbatda bizda bu yerda so'rayapti, demo akkaunt ochamiz yoki realmi deyapti. Bu yerda sizlar real tanlab qoldirasiz. Mana real akkaunt shu tugmani ustiga bir marta bosamiz va keyingi bosqichga o'tamiz. Do'stlar, mana biz ro'yxatdan ham o'tib oldik. Endi sizlar bilan verifikatsiyadan o'tishni ko'rsataman. Complete profilga bosamiz. Bosganimizdan so'ng bizdan mana bunday bo'linma ochiladi. Ya'ni birinchi qatorga email pochtamizni tasdiqlashimiz kerak. Buning tasdiqlash uchun mana get started now degan tugmani bosadigan bo'lsak, bizda email pochtamizga SMS kod boradi. Mana hozir bosaman. Hozir mana biz email pochtamizga kod yuborildi. Endi mana shu kodni hozir sizlar bilan birgalikda tasdiqlab olamiz. Do'stlar, email pochtani tasdiqlab bo'ldim. Endi keyingi navbatda telefon raqamimizni tasdiqlashimiz kerak bo'ladi. Telefon nomerini tasdiqlayotgan payt do'stlar, sizlar Telegram ochilgan telefon nomeringizni yozadigan bo'lsangiz, SMS kod Telegram orqali yuboriladi. Do'stlar, endi mana qarang, oxirgi bo'limda biz misol uchun bu yerga birinchi qatorga ismimizni hamda familiyamizni hamda tug'ilgan oy sanani hamda bu yerda biz o'zimiz davlat, ya'ni O'zbekiston davlatini tanlab qoldirasiz hamda bu yerda jinsingizni tanlab qoldirasiz va o'zingizni misol uchun viloyatingizni va shaharni yozib qoldirib, continue degan tugmani bosib keyingi bosqichga o'tib olamiz. Do'stlar, endi keyingi bosqichda bizga turli xil savollar beriladi. Bu yerda misol uchun investment deb tanlab qoldirasizlar va bu yerdan bizni kasbimizni so'rayapti. Bu yerda student deb tanlab qoldirasiz. Agar siz student bo'lmasangiz ham student deb qo'yasiz. Endi bu yerda misol uchun turli xil mana education deb qo'yasiz. Savollarga javob berishimiz kerak bo'ladi. Va do'stlar, bu yerda ham savollar berilyapti. Bunga ham misol uchun birontasini mana businessman tanlab qoldiramiz. Va do'stlar, biz bu yerda bizning balansimizni so'rayapti. Balansingizni 100 mingdan 250 ming dollargacha yoki 50 mingdan 100 ming dollargacha qo'yasiz. Sizdan mana shu balans bo'lmasa ham shu balansni qo'ying. Misol uchun mana 100 mingdan 250 minggacha, bunda mana 50 mingdan 100 minggacha qo'yasiz va 50% ni qo'yamiz bu yerga. Va do'stlar, bizda oxirgi 3 yilda qancha misol uchun savdo qilganmiz deyapti, ya'ni real akkauntda deyapti. Bu yerda 100 tadan ko'p deb tanlab qoldirasiz agar siz savdo qilmagan bo'lsangiz ham. Va bu yerda misol uchun haftada qancha vaqtingizni ajratasiz deb so'rayapti. 4-12 soat qo'yasiz. Va bu yerda siz savdo qilganmiz deyapti, ya'ni yes da qo'yamiz hamda bu yerda 1000 evroni tanlab qoldiramiz va birinchisini tanlab qoldirgan holatda qo'yamiz. Endi bu yerda mana forex ni qo'yasizlar va continue degan tugmani bosib olasiz. Endi oxirgi savol, XNX brokerni qayerdan eshitdingiz deyapti. YouTube deb tanlab qoldirasiz va continue degan tugmani bosib endi keyingi bosqichga o'tib olamiz. Endi qarang, mana 3 ta nuqtani, ya'ni galchkani qo'yib olamiz. Qo'yib olgandan so'ng mana submit degan tugmani bosib tasdiqlab olamiz. Do'stlar, mana biz verifikatsiyaning bir qismidan o'tib bo'ldik. Endi to'liq verifikatsiyadan o'tish uchun mana verifikatsiya identifikatsiya now degan tugma bor. Mana bu pastdagi tugma, shu tugmani ustiga bir marta bosib, hozir o'zimizda biz shaxsiy ma'lumotlarimiz, ya'ni pasportimizda rasmga tushirilgan holatini hamda yashash joyi ma'lumotini yuborib olishimiz kerak bo'ladi. Bu yerda mana dokument yuklash degan tugma bor. Shu tugmani ustiga bir marta bosamiz. Bosganimizdan so'ng bizda endi keyingi bosqichga olib o'tadi. Hozir sizlarga mana shuni ham batafsil ko'rsataman. Mana bu yerda mana kapchani qo'yasiz. Ya'ni galchkani va submit document degan tugmani bosib, bu yerda pasportingiz bo'lsa pasport, bo'lmasa ID karta tanlab qoldirasiz. Endi qarang, mana pasportni mana shunday qismini, to'g'ri tushirilgan rasm, ya'ni tiniq rasmini mana bu yerga yuklashingiz kerak bo'ladi. Yuklab olasizlar. Yuklab olasizlar mana bu yerga. Ustiga bir marta bosamiz, bizda mana avtomatik galeriyaga olib o'tadi. Tanlab qoldirib, hozir yuklab olamiz. Do'stlar, men ma'lumotlarimni kiritib bo'ldim. Endi bu uzog'i bizga 5-10 minut ichida email pochtamizga xabar bo'lib keladi. Endi qarang, sizlarga ungacha misol uchun hisobimizda qanday qilib MetaTrader 5 ga qo'shishni ko'rsataman. MetaTrader 5 ga qo'shish uchun do'stlar, biz mana asosiy My account sizga o'tib olamiz. O'tganimizdan so'ng do'stlar, hozir bu yerdan biz mana bu 3 ta nuqtani bosamiz. Bosganimizdan so'ng qarang, bu yerda account information degan tugma bor. Shu tugmani ustiga bir marta bosamiz. Qarang, bu yerda mana bizga server nomi berilgan. Bu server nomi mana shu broker topish uchun kerak bo'ladi. Ya'ni MetaTrader 5 ga qo'shish uchun mana server nomini nusxalab olamiz. Hamda login ham kerak bo'ladi. Loginni ham nusxalab olasizlar. Endi hozir sizlar bilan birgalikda MetaTrader 5 ga kirib, hisobimizda qanday qilib MetaTrader ga qo'shishni ko'rsataman. Do'stlar, mana kirib oldik. Kirib olgan paytimiz mana broker qidirish joyi bor. Mana asosiy bo'limdan biz hozir mana server nomini kiritamiz. Mana server nomini nusxalab olgandim. Mana
chiqarib berdi. Ustiga bir marta bosamiz. Endi bosganimizdan so'ng do'stlar qarang. Mana bu yerga login kiritamiz. Login ham bizga berilgan. Do'stlar, loginni ham kiritib bo'ldim. Endi mana bu ya'ni password degan joyga, ya'ni parol degan joyga bizlar do'stlar ro'yxatdan o'tayotgan paytdagi parolingizni qo'yasiz. Ya'ni ro'yxatdan o'tayotgan paytda misol uchun qanday parol qo'ygan bo'lsangiz, shu parolni qo'yib, login degan tugmani bosib hisobingizga qo'shib olasizlar. Do'stlar, mana hisobni ham qo'shib oldim. Mana MetaTrader 5 ga qo'shildi. Sizlar ham xuddi shunaqa tartibda hisoblaringizni bemalol qo'shib olib, keyin pul kiritib savdo qilib borsangiz bo'ladi. Do'stlar, mana yana biz mana shu brokerga qaytib oldik. Qaytib olganimizdan so'ng do'stlar qarang, bu joydan misol uchun biz mana pul kiritib hamda pul yechib olsak bo'ladi. Pul kiritishga mana depozit degan tugmani ustiga bir marta bosib pul kiritib olsangiz bo'ladi. Keyin qarang, Vinzira knopkasini bosib hozir yashash joyi haqidagi ma'lumotni ham qanday yuklanishini sizlarga qisqacha aytib o'taman. Do'stlar, mana biz hozir kirib oldik. Hozirda qarang, misol uchun Binance Pay'ga pul yechsak bo'ladi, hamda WebMoneyga pul yechsa bo'ladi. Hamda qarang, mana bu yerda mana kriptovalyutalarga pul yechish yopiq. Bu sababi nima uchun yopiq? Sababi mana bu yerda Complete Profile degan tugma bor. Complete Profile degan tugmani ustiga bir marta bosasiz. Bosganingizdan so'ng bizdan misol uchun yashash joyi haqidagi ma'lumot so'raydi. Yashash joyi haqidagi ma'lumotni sizlar my.go saytiga kirasiz. Kirgan payti my.go saytiga kirganingizdan so'ng ma'lumotnomalar bo'limiga kirasiz. Ma'lumotnomalar bo'limidan eng pastki joydan doimiy yashash joyi haqidagi ma'lumot bor. Shu ma'lumotni sizlar yuklab qo'yasizlar. Ya'ni doimiy yashash ma'lumotingizni screenshot qilingan holatini yuklaysizlar. Do'stlar, xuddi shunaqa qattiq yuklaysiz. Yuklaganingizdan so'ng bu tekshirib oladi degan uzog'i 5-10 minut ichida mana bular ham ochiladi. Keyin bemalol pul yechib, pul kiritib olsak bo'ladi. Do'stlar, xuddi shunaqa tartibda savdo qilib borasizlar. Hammaga omad. Telegram hamda YouTube kanaliga a'zo bo'lib qo'yishni unutmang. Barchaga omad. Videoga like hamda kommentariy kutaman.